Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. E'tiboringizga vitaminlar haqidagi yana bir qiziqarli ma'lumotni taqdim etamiz. Demak, ushbu video lavhamizda vitamin E, ya'ni tokofirolga to'xtaymiz. Vitamin E, tokofirol yoki ko'payish vitamini. U 1925-yilda o'rganilgan va 1936-38-yillari sintez qilingan. Tokofirol yunoncha takos, bola tug'ilishi, fero tashiman degan ma'noni anglatadi. E vitamini tokofirollar aralashuvidan tarkib topgan faol antioksidant. Vitamin E vazifalari. Vitamin E mushaklarning baquvvatligini ta'minlaydi. Undan tashqari yallig'lanishning oldini oladi. A vitaminining oksidlanishi, S vitamini karotin va yog'li kislotalarning nobud bo'lishini oldini oladi. Birlashtiruvchi to'qimalar sochlar, tirnoq kasalliklarida, husnbuzarlarni davolashda qo'llaniladi. Vitamin E ko'payish vitamini muskul va jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytiradi. Ichki a'zolarda yog'da eriydigan barcha vitaminlar, ayniqsa retinol to'planishiga yordam beradi. O'simliklarning yashil qismi hamda ulardan olinadigan moyda, masalan, kungaboqar moyida mo'l bo'ladi. Vitamin E teri kasalliklari kelib chiqmasligi uchun zarur. Bu vitamin sut, tuxum sarig'i va sabzavotlarda ko'p bo'ladi. E vitaminining tabiiy manbalari. Asosiy ozuqaviy manbalar bu o'simlik yog'lari, asosan rafinadlanmagan jigar, tuxum, yormalar va dukkakli o'simliklar. Hayvonlardan olinadigan mahsulotlar orasida tuxum E vitaminining bulog'i hisoblanadi. Tokofirol o'simliklar tarkibida ham bor. Eng boyi bug'doy, o'simlik yog'i, soya, ismaloq barglari, ko'katlar va boshoqli o'simliklardadir. Agar ovqatingizda mana shu mahsulotlar bilan birgalikda jonzotlar yog'laridan foydalansangiz, E vitamini organizmga yaxshi singadi. Tokofirol organizmda qisqa vaqt saqlanadi. Shuning uchun ushbu mahsulotdan tayyorlangan taomlarni har kuni iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. E vitamini foydalari. Organizmning kislorod bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. A vitamini bilan birgalikda o'pkani notoza havodan saqlaydi. Kuygan va kesilgan joylarning o'rni tezroq va chandiqsiz bitishini ta'minlaydi. Tana hujayralarining chidamliligini oshiradi. E vitamini yetishmasa, qon hujayralari buzilishi, kamqonlik, mushak tolalarining bo'shashishi, ajin paydo bo'ladi. Ushbu vitamin taqchilligini oldini olish uchun vodoprovoddan keladigan xlorli suv iste'molini kamaytiring. Kunlik talab 25-30 mg ni tashkil qiladi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.